bergan ekan pulni. Bizni ayirib tashlash uchun. Birinchidan u meni yigitim emas. Kim unda? Bilmayman kim, o'zidan so'rang kimligini. Men ketdim. Bering telefonimni. Alo. Sen qayerdasan? Hozir men seni aloqaga tashlayman. Qoching, men ketaman. Qayerga ketasan? Ha? Nimadan qo'rqyapsiz? Yigitchingiz hamma haqiqatni ochib tashlashidanmi? Kutasizmi ishda men bilan? Kutamiz. Kech bo'lib qoldi, ketavering. Keturi? Siz yigitchingizni kutyapsiz? Meni yigitim emas u. Kim unda? Yaxshimisan sen Nur? Yaxshidur. Sen Nur. Qo'lingni ol, men sen bilan ko'rishga kelganim yo'q. Lekin men seni chaqirdim. Ha? Pulingiz ko'payib ketdimi shunaqa? Sevgini o'rtasiga pul bilan buzib tashlayman deb o'ylaysiz siz, a? Bormi ekan o'sha sevgimiz? Yop og'zingni-sa, baqirma unga. O'tmana qilasan chekkaga. Dafiga, sen o'rtaga chiqding, hammasini rasvo qilding. Biz juda ham baxtli edik. Menga Rossiya qiziqmasan nechilar. Sen o'rtaga hammasini rasvo qilding. Biz juda ham baxtli edik. Biz yaqinda to'yimiz bo'lish kerak edi. Seni qanaqa deb kasaging borligi uchun senlar ham. Menga qanaqa kasak? Ey! Bo'ldi. Bulardan boshlayman, xo'p. Boshla. Samir, siz bilan boshlagan kitobimiz yo'qib bo'lganman. Men bu sovigan ko'ngilni quyosh bilan kelsangiz ham bitmaydi sizga. Bu nima kulgilimi? Senga Qisqa bitganda men kechgansiz. Oybek. Siz meni xotiram yo'qoldi deb aldadingiz-a? Ammo sizni hech qachon sevmaganman. Vijdonim qiynalgani uchun gapirib yuradim. Xayr. eshitdingmi Romeo? Bor endi yo'lingdan qolma. Dilbaman Majnundan farqi yo'q, farqi yo'q.